Assalomu alaykum qadrli kanalimiz a'zolari, mehmonlar, muxlislar. Demak, bugungi video darsimizda e-maktab platformasida ustoz tomonidan taqvim mavzularining yuklanishi haqida gaplashamiz. Demak, chorak uchun taqvim mavzularini yuklash uchun birinchi navbatda jurnallar bo'limiga o'tamiz. Demak, sinfimizni tanlaymiz. 5-Adan boshlayman. Fanimizni tanlaymiz. Demak, bizda jurnalimiz ochildi. Xo'p, demak, chorak uchun mana darslar qo'yilgan, demak, dars jadvali yuklangan bo'ldi. O'ng tomonda mana bizda demak, o'ng tomonda taqvim mavzularini yuklashimiz kerak. Mana hammasi bo'sh. Demak, mavzu qo'shish, tanlash kerak. Xo'p, endi taqvim mavzuni yuklashi bir necha usullari bor. Demak, tayyor fayldan yuklash mumkin yoki taqvim mavzu, ya'ni e-maktab platformasini o'zidan ham yuklashimiz mumkin. Xo'p, demak, birinchi ko'radigan usulimiz tayyor taqvim mavzu rejadan foydalanamiz. Mana bosamiz. Xo'p, bizda demak 5-sinflar uchun mana ikkinchi chorak taqvim mavzusi bor, mana berilgan. Xo'p, agar e'tibor beradigan bo'lsak, bu bizda birinchi chorak taqvim mavzularini ham ko'rsatyapti mana. Demak, bizda 9 ta darsimiz birinchi chorakda o'tilgan, ya'ni 1 dan 9 gacha bo'lgan mavzular o'tilgan. Demak, bizga faqatgina ikkinchi chorak mavzulari kerak. Shuning uchun biza ikkinchi chorak uchun 10-mavzudan tanlaymiz. Ptichka qo'yamiz mana. Xo'p, demak 10-mavzudan boshlab va bizda so'raydi, jurnal qaysi sanasidan qo'yishimiz kerak. Ya'ni bu 10-mavzuni qaysi sanadan boshlab qo'yishni so'raydi. Demak, biz 10-ni tanlaymiz, ya'ni boshidan boshlasin mana. Xo'p, demak, mavzular tushdi. Tekshirib ko'ramiz, oxirida BSB. Demak, bizda agar e'tibor beradigan bo'lsak, taqvim mavzu rejamiz bizda 3, 4, 5, 6, 7 ta ekan. Bizda dars jadvalida shu sinf uchun dars jadvalida bizda 6 soat dars qo'yilgan. Demak, bizda 1 soat taqvim mavzu rejamiz kiritilmagan mana, ya'ni CSB kiritilmagan. Demak, uni shu boshida to'g'rilab ketishimiz kerak. Uning uchun birinchi nashr etib olamiz. Nashr etishni bosamiz mana. Xo'p, muvaffaqiyatli amalga oshirdi. Xo'p, yopish tugmasini bosamiz. Mana nashr etildi. Demak, taqvim mavzular nashr etildi. Xo'p, ana endi bizda 1 soatimiz demak yetmadi bu holatda. Demak, eng oxirgi darsimizga masalan, dars jadvalida boshqa kunga to'g'ri kelmaganligi sababli, ya'ni 6 soat dars jadvali qo'yilganligi sababli biz 7-soatda oxirgi darsimizga tig'izlashtiramiz. Buning uchun biz oxirgi sanamizdagi BSB va CSBni yozishimiz kerak bo'ladi. Endi bu yerda hozir bizda oxirgi darsimizda BSB borligi sababli, ya'ni bir kunni o'zida ham BSB ham CSB olish bu juda ham qiyin. Shuning uchun bu BSBni, oxirgi BSBni biz bir hafta oldingi, ya'ni undan oldingi darsga o'tkazamiz. Ya'ni mana bu BSBni ko'chirib o'tkazamiz bundan bir hafta oldingi darsga. Xo'p, qirqib olamiz. Xo'p, bir hafta oldingi darsga kiramizda tig'izlashtiramiz. Uning uchun joy tashlab, drop belgisini qo'yamiz. Joy tashlaymiz, stavit tugmasini bosamiz. Mana stavit. Mana tanladik va enter tugmasini bosamiz. Mana. Demak, biz eng oxirgi mavzumizni undan bir hafta oldingi haftaga tig'izlashtirdik. Ya'ni 2 ta mavzu bir darsda o'tiladi. Xo'p, ana endi eng oxirgi 6-soatga biz CSB ni qo'yishimiz kerak. Buning uchun yozamiz CSB 1
ya'ni bularda 1 soat bo'lgani uchun yarim yillik hisoblanadi. Shuning uchun CSB 1 bo'ladi. Ikkinchi chorakda CSB 1. Xo'p, endi izoh yozamiz. 40 ma'lum. Va enter tugmasini bosamiz. Xo'p, demak bizada taqvim mavzu rejalari yuklab olindi. Demak bu faqatgina tayyor TMR, ya'ni e-maktab platformasidagi tayyor taqvim mavzu rejalaridan foydalandik. Mana yozildi. Xo'p, ana endi uy vazifalarini yozib chiqish kerak bo'ladi. Demak, hozir bizada bitta shu kamchiligimiz desak to'g'riroq bo'ladi. Demak, tayyor taqvim mavzularni e-maktabdan yuklab oldik. Faqatgina uy vazifalar berilmagan. Uy vazifalarni endi berib chiqishimizga to'g'ri keladi. Xo'p, bu birinchi usul edi. Endi ikkinchi usul fayldan yuklab olish o'rganamiz hozir. Demak, xo'p, faylni yuklab olamiz birinchi. Xo'p, demak, taqvim mavzuni ochib oldim. Demak, mana taqvim mavzuda 5-sinf uchun mavzular va uy vazifalari mana berilgan. Demak, bu fayl orqali kiritish usulidan o'rgandik. Xo'p, endi faqatgina bu yerda savol berish mumkin ustozlar. Tushunarsiz bo'lishi mumkin. Misol uchun hozir tepada buni shapkalari bor edi, ya'ni bilamiz sarlavhasi. Men ularni olib tashladim, ya'ni bular mavzu. Mana bu uy vazifa va undan oldin dars raqami bor edi. Men ularni olib tashladim. Endi olib tashlashimga sabab fayldan yuklayotganda ko'pincha muammolar kelib chiqishi mumkin. Ko'pchilikda bo'lgan bo'lsa kerak. Ya'ni Excel'dagi mavzularni ko'rinmaydi, o'qiy olmaydi. Shuning uchun men o'zim uchun shu usulni tanlab olganman. Ya'ni faqatgina mavzularni qoldiraman va uy vazifalarini qoldiraman. Bu. Shunda muammosiz yuklab olish mumkin bo'ladi fayldan. Demak, uning uchun saqlab olamiz buni. Saqladik. Xo'p, endi jurnalga o'tib, keyingi sinfga o'taman. Misol uchun 5-A. 5-B ga o'taman. Keyingi sinfim 5-B. Mana mavzular yuklanmagan. Xo'p, endi fayldan ko'chirish uchun mana bu yerdan foydalansak ham bo'ladi. Xo'p, yoki jurnalga o'tamiz. Mana jurnallar bo'limini bosamiz. Xo'p, undan keyin bizada dars rejasiga o'tamiz. Xo'p, undan keyin tayyor rejani import qilishga o'tamiz. Xo'p, undan keyin yuklash tanlaymiz. Xo'p, mana bizada рабочий stolga yaratib qo'ydim 5-sinf 2-chorak. Xo'p, undan keyin mana bu yerda e'tibor berilgan joyimiz bizada xo'p, birinchi satr ustun nomi, ikkinchi satr. Ya'ni bizada birinchi satrda ustunlar nomi yo'q, olib tashladim. Ikkinchisini tanlayman, chunki menda ma'lumotlar to'g'ridan-to'g'ri boshlanadi. Bu keyingi qadam. Xo'p, undan keyin bizada sinfni tanlaymiz. Misol uchun 5-B ga keldi. 5-B fan informatika. Xo'p, endi bizada bu bo'linadigan sinf yoki guruhlarni tanlashimiz kerak. Xo'p, mana bu sinf bo'linmaydi, butun sinf. Xo'p, o'quv davri, ya'ni ikkinchi chorak tanlayman. Ikkinchi chorak uchun. Xo'p, pastda tasvirlar bilan ishlash. Ya'ni bizada mavzularni belgilab chiqishimiz kerak. Misol uchun bu bizada mavzu hisoblanadi, bu uy vazifa hisoblanadi. Demak, uy vazifani belgilaymiz. Mana belgiladik. Xo'p, keyingi qadam. Xo'p, mana bizada demak yuklandi mavzular, uy vazifa bor. Demak, bizada mana yashilda yoziladi. Demak, import qilishga tayyor, hech qanday muammo yo'q. Xo'p, demak, birinchi holatdagi o'xshab bizada muammo bo'lmadi. Ya'ni dars rejamiz dars soni bilan, ya'ni mavzular bilan o'zaro mos keldi. Ya'ni birinchi 5-A sinfda bizada dars jadvalimizda darslar soni 6 ta edi, ya'ni kam edi. Mavzular 7 ta edi. Ya'ni ikkinchi chorak mavzular 7 ta edi. Shuning uchun bizada dars jadvalimizga mavzular sig'magandi, biz tig'izlashtirgandik. Xo'p, demak bu ikkinchi sinfimizda 5-sinfda bunday muammo yo'q. Demak, bizada dars jadvalimizda barcha dars mavzularimiz o'zaro kuniga mos keldi. Demak, import qilishni bosamiz.
mana bizada import qilindi, ya'ni mana ogohlantirish chiqibdi, ya'ni ko'chish muvaffaqiyatli import qilindi. Xo'p, yana buni tekshirishimiz kerak. Xo'p, shuning uchun rejalashtirishga qaytishni bosamiz mana. Mana demak 5-B sinfga mana mavzular yuklandi. Demak bizada 7 soat ekan, mana oxirgi 7-soatda ham demak mavzumiz bor. Hech qanday tig'izlashtirish, dars soatlarini tig'izlashtirish yo'q. Vazifalar ham mana kiritilgan. Xo'p, xuddi shu tartibda kiritishimiz mumkin dars mavzularni. Xo'p, demak, hozir sizlar bilan ikkita usuldan foydalanib dars mavzularini kiritdik, taqdim mavzu rejalarini. Demak, birinchi usulimiz tayyor taqdim mavzu rejalaridan foydalandik yoki fayl orqali ko'chirib kiritdik. Xo'p, demak, bu video darsimiz tushunarli bo'ldi deb hisoblayman. Savolinglar bo'lsa Telegram kanalga yoki izohlarda yozib ketishingiz mumkin. Agar videom chiroyli va mazmunli sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosinglar, kanalga a'zo bo'linglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.